Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hazlar yaxshimisizlar? Allohning nomlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Mana bu tabiatni qaranglar. Mashalloh, tabarakalloh. Bu Shvetsariyaga qadam qo'ydik azizlar. Mana ahvol Shvetsariyada. Tepada bulut, lekin ahvolni ko'rib turibsizlar. Yerevalga chiqib ketyapmiz toqqa qarab. İnşallah Xudo xolasa. Bismillah deb. Tepaga qarab. Shaxtam qadamlar bilan ketyapmiz. Shvetsariya o'sha atrofida o'zlarini o'sha ko'llari bo'lgan sababli issiqroq, chep Avstriyaga qaraganda issiqroq. Endi to'g'ri qor bo'ladi-yu, lekin baribir havosi +3 gradus bo'lib turibdi hozir. Avstriya esa -3-4 gradusda. Qor oppoq hamma yoq qaqshab yotadi. Shvetsariyada 3 gradus plus. Inshaalloh qadam qo'ydik Shvetsariyaga. Endigi masala yuklarni tushirib olsak, keyin menimcha Germaniyaga qarab tuman. Pastimizda suv bor azizlar, ko'l bor o'zlarini. Mana shu Alp tog'laridan tushgan ko'llar, qor suvlari yig'iladi. O'sha hisobiga mana shunaqa tuman iliq bo'lib turadi. Har qalay Shvetsariya Avstriyaga qaraganda issiqroq. Anchayin, lekin qor yog'adi. Sovuq joylari ham bor. Endi sovuq bo'lganda Avstriyaga o'xshagan qaqshatib sovuq bo'lmaydi. Avstriyada shunaqa qaqshatib sovuq bo'lyapti. Mana bunada ko'p hali. Ko'kalamzorlik borda. Qor bo'lsa ham yengil qor tushgan, lekin ko'k. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, yengil qor tushgan, lekin shunaqa maysalar ko'k. Barchaga yaxshi kayfiyat, inshaalloh Xudo xolasa chiroyli manzaralardan albatta sizlarga ilinib qo'yib boramiz. Va bugungi 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan barcha O'zbekistondagi akalarimizni, dadalarimizni, ukalarimizni, barchasini bayram bilan tabriklaymiz. Inshaalloh jonlari sog' bo'lsin. Juda ham ko'p akalarimiz yozadi. Germaniyada xizmat qilganman, Abdurahmon, mana shu joylarda bo'lganman, mana shu joylarni ko'rsatasiz, pastda ko'rib o'tib ketamiz. Bir shunaqa shaharlarga borsangiz, albatta bir video qiling deyshadi. Biz endi azizlar, akalar, siz xizmat qilgan shaharlardan kesib o'tib ketamiz. To'xtashga ilojimiz yo'q. Mana shunaqangi yo'llarda yurgandan keyin to'xta olmaymiz.